Yangiliklar. Assalomu alaykum. Dasturimizda yangiliklar, studiyada Dilshod Bo'riyev. Davlatimiz rahbarining Oliy Majlisga va ko'p millatli xalqimizga yo'llagan murojaatnomasida mamlakatimizda so'nggi yillar davomida amalga oshirilgan keng ko'lamli islohotlarni chuqur tahlil etildi. Yangi O'zbekiston taraqqiyotining kelgusi bosqichlari uchun aniq va hayotiy maqsad va vazifalar belgilab berildi. O'zbek Gidroenergiya aksiyadorlik jamiyati bo'lim boshlig'i Eldor Mamatov intervyusi shu haqda. Davlatimiz rahbarining Oliy Majlisga va O'zbekiston xalqiga yo'llagan murojaatnomasida mablag'lardan oqilona foydalanish, shaffoflik va raqobat kuchaytirish, korrupsiyaga qarshi kurash tizimli ravishda davom ettirish vazifalari alohida ta'kidlangan. Xususan, davlat xaridlarida elektron mexanizmlarni kengaytirish, qarorlarning asoslanganligini va ochiqlikni ta'minlash orqali mablag'lardan o'sha maqsadli va tejamkor sarflash zarurligi ko'rsatib o'tilgan. Aynan shu vazifalardan kelib chiqib biz kelgusida davlat xaridlarida yashil tamoyillarni bosqichma-bosqich joriy etishni ustuvor yo'nalish sifatida belgilab oldik. Ya'ni o'sha energiya tejamkor, ekologik, barqaror va atrof muhitga ta'siri kam bo'lgan tovar xizmatlariga ustuvor berish, shuningdek ijtimoiy mas'uliyat va korporativ boshqaruv talablari inobatga olgan holda xarid jarayonlarini yanada takomillashtirishga o'z oldimizga maqsad qilganmiz. Jamiyatimizda bugungi kunda ishlab turgan yagona g'aznachilik va xaridlar bo'yicha tizim mavjud. Mazkur tizimni elektron savdo platformalari bilan integratsiya qilish, shuningdek soliq organlari bilan integratsiya qilish amalga oshiriladi. Bundan tashqari ishtirokchilarga ekologik tamoyillarga tayangan holda yetkazib beruvchilarga talablar qo'yiladi. Uning natijasida amalga oshirilayotgan savdo jarayonlari shaffoflikka olib keladi. ESG bo'yicha reyting olganmiz. O'sha reytingni yanada ko'tarishga, bu esa xalqaro investorlarga jozibadorlikni yanada oshirishga ko'maklashadi.